to'limi tirishchan, jafokesh bir biliqchi bo'lgan ekan. U har kuni biliq tutqili chiqadi ekan. Biliq tutolisi uyiga qaytib, biliqi tugaganga qadar biliq tutqili chiqmaydi ekan. Biliqi tugisi to'rini qo'ltiqlab, yana biliq tutqili bor ekan. Bir kuni biliqchi boshqa kundagiga o'xshash yana biliq tutqili chiqibdi. Taliyi o'ngdan kelib, yo'g'on bir biliqni tutib, uyiga qaytibdi. Ayoli biliqni tozalashga boshlabdi. Biliqning qo'sqini odalayotganda ichidan quyoshdek parqaroq bir marvoyit chiqibdi. Marvoyit. Dadisi qarang, men nima deb oldim? Biliqchi qarg'udek bo'lsa, ko'zni qamashtiradigan bir marvoyit turg'idek. Biliqchi marvoyitni elib savdogar qo'shnisining yiniga opiribdi. Savdogar marvoyitni ko'rib, o'zining bundoq esil baholiq marvoyitning bahosiga chiqish qilolmaydiganligini, qo'shni shahardagi boshqa bir savdogarning yiniga berib beqishni aytibdi. Biliqchi qo'shni shahardagi savdogarning yiniga beribdi. Savdogarmo avval qisiga o'xshash o'zining bundoq qimmat baholiq marvoyitni ololmaydiganligini, valining yiniga borsa uning ololaydiganligini aytibdi. Biliqchi valining qasri oldida ijozat kutib, ondan yiniga kiribdi. Vali marvoyitni ko'rib mundoq debdi: "Bu marvoyit men izlab yurgan marvoyitga o'xshaydi ekan. Buning bahosini men bekitolmayman. Mundoq bo'lsin. Sana shaxsiy g'azinamning ishkini 6 soat ichib beray. Qanchalik ilib olsang, marvoyitning bahosi shu bo'lsin." Biliqchi: "6 soat bekchiq bo'lib ketdi. 2 soatli bo'lsin." Vali: "Yo'q, bundoq esil marvoyitning bahosi 6 soat bo'lsa, dal muvofiq." Shundoq qilib biliqchi g'azinaga kiribdi. Ko'zlari chakchiyib ketibdi. Qarg'udek bo'lsa, g'azina 3 qismga bo'lingan ekan. Birinchi qismi esil tovar durdulla, mamuk ko'pi yostiqlar. Ikkinchi qismi oltin kumush, yoqut, marjalla. Üçüncü qismi bo'lsa, jahondagi barliq esil yemak-ichmaklar. Biliqchi o'z-o'ziga 6 soat bekli uzung'u. Avval yeydiganni toza huzurlanib yeb, kuchlanib, oltin kumushlarni jiq ochqib olmaymanmi deb o'ylabdi. Shuning bilan u esil yemak-ichmaklardan to'yg'ichi yebdi. Qo'sqini toza to'yg'izgandan keyin bir so'zilib yetivog'usi kepdi. U o'z-o'ziga 6 soat emasmi, xeyli vaqt bor ekan, birdam yetib olaychu deb yumshoq mamux ko'piga o'zini tashlabdi. Bir chog'da birining "Tur o'rningdan, vaqting to'shdi" degan ovozidan uyg'onib ketibdi. Men texi hech nima olmadim. To'xtab turinglar. Ozroq bir narsa elib olay debdi biliqchi yolvorib. Vali: "To'lima ahmaq nima ekansan? Fursatni chang tutmading. Aslida oltin kumush ochiqib elib, saroy soldirsang, nima yegun kelsa yesang bo'ladi emasmi? Bir umr xashlasangmi yetib oshqudek mol-mulking bo'ladi. Afsus, fursatni o'tkazib etding" debdi. Hikoya mana mushu yerda tugadi. Ammo uningdagi ibratlar tugagini yo'q. Ruhimiz xuddi bu hikoyadagi bebaho marvoyitga o'xshaydi. U bebaho boyliq bo'lib, siz uning qadriga yetmayapsiz. G'azina bo'lsa bizni maftun qiladigan, bepoyon bu dunyoga simvol qilingan. Xazinadagi go'harlar bo'lsa yaxshi ishlardir. Turlik nozu ne'matlar, yemak-ichmaklar bo'lsa shahvatlarning misolidir. Belgilab berilgan vaqt bizning hayotlik muddatimiz, ya'ni ajaldir. Hammamiz xuddi biliqchiga o'xshaymiz. Uyqumizdan uyg'onib, mahmal ko'pilardan uzoqlashadigan, belgilab berilgan vaqtdan iborat ajlimiz to'shdan ilgari oltin kumushlarni, ya'ni solih amallarni jamlab oladigan vaqtimiz kammidimi? Ajaba bu dunyoda yaxshi ishlarni jiq qilib olsak, savobini ko'ramiz emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: "Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytidiki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytargin.
Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas.